Saturn kafingni oldi, urush buganga o'xshayapti deb ko'pchilik aytibdi. Toshkentda ob-havo salgina o'zgarishlar bor. Endi qish keldi, bilasizlar. Hozir qora akula bilan keldik kafega. Bilasizlar, arkamni oldirtirib tashlashdi. Endi mayli, tilim bor, gapirishga haqqim yo'q deydi-ku. Shu gapirmay. Hozir masala ichkarisini ko'rsataman. Ichkarisi yaxshiroq, xudo xolasa. Tashqarisi endi shunaqa sal qo'rqinchliroq. Ichkarisi yaxshi emas. Ichkariga kiramiz. Bismillah. Ichkarida ish davom etyapti, xudo xolasa. Ana, chetki. Xudo xolasa qo'rqishga hojat yo'q, bemalol kelaverasizlar, biz ishlayapmiz. Inshaalloh hammasi yaxshi. Prosta endi bilasizlar, bir o'zimman. Ba'zi narsalar ulgurib, ba'zi narsalar ulgurishga sal imkon bo'lmayapti. Shuning uchun o'rtalarda pauza bo'lyapti. Mana qaranglar, mana stolda ham rangi ikki xil. Yo'qligim bilinmayapti. Tayson o'zini ishi bilan yuribdi, men o'zimni ishim bilan, shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Kamchiliklar uchun. Kamchilik faqat tashqarida, ichkarida emas, zo'r.